Mana suv ahvoli 19-noyabrdan beri mana shu ahvol. Hidiga chidab bo'lmaydi. Bu suv hayot tarafdan oqib keluvchi suv ekan. Hidiga chidab bo'lmaydi. Yordam ko'rsating. 2025-yil 15-dekabr kuni o'zim tekshiruvga maxsus asanizator mashinamda xonadondan chiqindi suvini O'rtacha tumanidagi Elka 5 kanaliga oqizib yubordim. Bu ish noto'g'riligini bilmagan ekanman. Hozir paytda pushaymonman.